Assalomu alaykum. Bugun sizni juda qiziq va ilmiy mavzudagi suhbat kutib turibdi. Bugun biz sizlar bilan eng qimmat hidli o'simlik, oltindan ham qimmat dori deb ta'riflangan giyoh haqida gaplashamiz. Topdingizmi? Ha, bu o'sha za'faron. Bilasizmi? 1 kilogramm za'faron olish uchun 150 mingta gul terish kerak. Bilamiz, za'faron gulni o'rtasida ochilgan gulni o'rtasidagi gul changchilarda bo'lib, ana shuni qo'l mehnati bilan terib olinadi. Ha, shuning uchun ham u dunyodagi eng noyob mahsulotlardan biri. Biroq uni haqiqiy qiymati na uni narxida, na hidida. Uni haqiqiy qadri inson sog'lig'iga bo'lgan ta'sirida. Bugun siz bilan birga bilib olamiz. Nima uchun za'faronni kayfiyat vitamin deyshadi? U haqiqatdan ham yurak dorilarga kiradimi? Va nima uchun faqat boylar emas, balki har bir oila ratsionida bo'lish kerak degan savollarga javob olamiz. Shuning uchun ham oxirgacha eshiting va men bilan birga bo'ling. Za'faron bu nafaqat hid, bu tarixdir. 3,5 ming yil ilgari Fors podshohligida tabiblar za'faronni yurak, asab va ko'z uchun tabiiy shifo deb bilishgan. Qadimda za'faronni podshohlargina ishlatgan. Hatto qadimgi Misr malikalari Kleopatra uni suvga solib yuvinar ekan. Uni hidi tinchlantiradi, asabni boshqaradi, yurak urishini barqaror qiladi deb yozganlar ilmiy manbalarda. Bugun za'faronni 90% qismi Eronda yetishtiriladi. Ispaniya, Afg'oniston, Hindiston ham eksport bilan shug'ullanadi. Shuningdek, O'zbekistonda ham ayni damlarda za'faron yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Endi uni ilmiy tahliliga o'tamiz. Har doimgidek so'zni Ibn Sino tabobatidan boshlaymiz. Za'faronni tanlashda uni yaxshi, rangi chiroyli, hidi o'tkir va yangisidir degan Ibn Sino. Tukuni ustida uncha emas, ozgina oq bo'ladi. O'zi to'la, buzilmagan, tez bo'yaladigan, yopishmaydigan va maydalanmagan bo'ladi. Tabiati 2-darajada issiq va 1-darajada quruqdir. Demak, za'faron issiqlik giyohlarga kiradi. Ta'siri va xossalari burishtiruvchi va erituvchidir. Za'faron ich rangni chiroyli qiladi. Shish va toshmalarga qo'yilganda shishlarni shimiltiradi, uni saramasga qarshi ham surtiladi. Za'faron boshni og'ritadi, shuning uchun ham ba'zilar za'faron ichsa boshi og'riydi, ayniqsa mizoji qon bo'lsa, ya'ni issiq mizoj insonlarda ba'zan boshini og'ritishi mumkin va unga shu bilan zarar qiladi. Shinni bilan qo'shib xumorga qarshi ichiladi, uxlatadi va sezgilarni pasaytiradi. Sharobga solib ichilsa mast qiladi, hatto befahm qilib qo'yadi. Quloqdagi issiq shishlarga ham foyda qiladi. Ko'z a'zolariga ko'zni ravshan qiladi. Ko'zga tushuvchi nazlalarni to'xtatadi va ko'zga tushgan pardaga qarshi foyda qiladi. Kasalliklarda paydo bo'lgan ko'z ko'karishida za'faronni surma qilinadi. Nafas a'zolari va ko'krak a'zolari asosan za'faron yurak dorilar tarkibiga kiradi. Ibn Sino o'zining yurak dorilar degan risolasida ham aynan za'faronni yozib ketgan. Bu yerda ham za'faron haqida juda chiroyli ma'lumot bergan. Ya'ni yurakni quvvatlaydi va xursand qiladi. Eng katta ta'sir bilinglar, za'faron yurakni quvvatlaydi va uni xursand qiladi. Ya'ni u antidepressant. Za'faronni, xususan uni yog'ini diafragma zotiljami va qobirg'a zotiljami bilan og'rigan kishini uxlatish uchun hidlatiladi. Za'faron balg'am ko'chishni osonlashtiradi va nafas a'zolarini kuchli qiladi. Demak, za'faron eng birinchi o'rinda yurakni xursand qiladi, ikkinchi nafas a'zolarini kuchaytiradi. Shuning uchun ham yuqori nafas yo'llari kasalliklarida za'faronli damlamalar yaxshi foyda beradi. Endi zamonaviy tibbiyotga o'tamiz. Za'faronni siri uni faol moddalardadir.
unda 150 dan ortiq foydali birikmalar bor. Eng asosiylari kreatin, klotsetin, safranin, efir moylari. Kreatin miyani oksidativ stressdan himoya qiladi, ya'ni charchoq va depressiyadan saqlaydi. Klotsetin qon aylanishini yaxshilaydi, yurakni quvvatlaydi. Safranin serotoninni ko'paytirib, kayfiyatni ko'taradi. Efir moylari yallig'lanishni kamaytiradi, asab tizimini tinchlantiradi. Ilmiy tadqiqotlarda 2019-yil o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda za'faron yengil depressiyada antidepressant kabi samara ko'rsatgan. Shuningdek, u Alsgeymer kasalligining rivojlanishini sekinlashtirgan. Saraton hujayralariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatib, ularni yo'q qilgan. Bu nafaqat xalq tabobati, balki zamonaviy farmakologiyada ham tan olingan haqiqat hisoblanadi. Endi uni sog'liqqa foydalari haqida gapirib o'tamiz. Asab va kayfiyat uchun bu tabiiy serotonin boosteri bo'lib, miyada baxt gormoni ishlab chiqarishni faollashtiradi. Shu sababli charchoq, stress, depressiyada juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ko'z va ko'rish uchun kreatin ko'z tomir to'qimalarini himoya qiladi, molekulyar degradatsiyani sekinlashtiradi, ya'ni yosh bilan bog'liq ko'rish muammolarini oldini oladi. Ayollar salomatligida ham uni hissasi katta. Za'faron hayz oldi og'riqni yengillashtiradi. PMSda kayfiyatni barqarorlashtiradi. Ayrim tadqiqotlar unda gormonal balansni yaxshilash xususiyati borligini ham ko'rsatgan. Yurak va qon aylanishida qon bosimini muvozanatlaydi, yomon xolesterinni kamaytiradi, yurak ishini yengillashtiradi, yurakni xursand qiladi. Saratonga qarshi ta'siri. Kreatin va klotsetin erkin radikallarni neytrallashtirib, hujayralar mutatsiyasini kamaytiradi. Hozirgi zamon meditsinasining eng katta qismi aynan shunga ishonadi. Za'faron bu antioksidantlar podshohi. Endi shuncha ma'lumotdan keyin qancha va qanday iste'mol qilish kerak degan savol tug'iladi, to'g'rimi? Za'faron juda kuchli modda. Shuning uchun oz, lekin to'g'ri miqdorda ishlatish kerak. Za'faronni bilamiz, kichkina ipchalardan iborat. Bilinglar, soxta za'faron bilan chin za'faronni farqi bor. Juda ko'p giyoh sotadigan do'konlarda za'faron deb ko'rsatishadi, lekin u chin za'faron emas, balki soxta za'faron bo'ladi juda ko'p. Haqiqiy za'faron boshqacha ko'rinishga ega va u juda ham qimmat pulga sotiladi. Va masalan siz ana shu giyoh sotuvchiga menga originalni bering desangiz, kichkinagina nima deydi, idishda yoki katta idishda ozginagina solingan, masalan Misrdan keltirilgan yoki Erondan yoki Afg'onistonniki deb ozginagina za'faronni palon pulga aytadi. Lekin buni ham poddelkalar ko'p. Shuning uchun ham za'faron olganda albatta ehtiyot bo'lib, originaldan olishga harakat qiling. Za'faronli choy qanaqa tayyorlanadi? Buni 4-5 ta yoki 10 tagacha bo'lgan ipchasini, tushunyapsizlarmi? U siqimlab solinmaydi, qoshiqlab solinmaydi. 10 tagacha bo'lgan ipchasini, mana uzun ipchalar bo'ladi. Issiq suvga solib 10 daqiqa damlang va iching. Bu stressni kamaytiradi, kayfiyatni ko'taradi. Bir qoshiq asalga 5 ta, 6 ta ipchasini qo'shing. Immunitet uchun ajoyib vosita bo'ladi. Ovqatda sut, guruch, smuzi yoki choyga ozgina qo'shing, bu tabiiy energiya manbai. Shaxsan o'zim qora choyga deyarli haftada 2 kun, 3 kun 10-12 donasini solib damlayman va ishdan kelib mazza qilib ichaman. Bu menga kayfiyat beradi, energiya beradi, qonimni tozalaydi, xursandchiligimni yaxshilaydi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Endi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, bir kunda 1 grammdan ortiq qabul qilinmasin, chunki Ibn Sino bu ruhni harakatlantiradi degan. Buni haddan tashqari ko'p qabul qilish, hatto
yoki o'limgacha olib borishi mumkin. Tushunarli, 1 gramm juda katta bo'ladi. Shuning uchun bu kuchli narsa. 5-6 ta ipchadan 10 ta, juda uzoq 12-14 tagacha qabul qilish mumkin. Xolos, shu yetadi. Homilador va qon suyultiruvchi dori qabul qiluvchilar ehtiyot bo'lishlari lozim. Endi ayniqsa homiladorlar, chunki Ibn Sino buni ruhni itarib chiqaradi degan qachon ichish mumkin? To'lg'oqda ichsa tug'ishga yordam beradi. Shaxsan o'zim ham praktikamda shuni qo'llaganman. Ya'ni to'lg'oq tutayotgan ayolga shundan bir 20-30 tasini damlab berganman. Men ko'proq damlaganman kattaroq dozirovkada va haqiqatan tug'ish yengil bo'lgan va tezlashib ketgan. Demak, buni mana shu to'lg'oq vaqtda bersangiz bo'ladi, kattaroq dozada, lekin 1 gramm emas. Tushunarli, 30 ta 40 ta, 20 ta 30 ta 40 ta berishingiz mumkin. Profilaktika uchun, demak, 5-6 ta, davolash uchun 10 ta 15 ta tolasini iste'mol qilish mumkin. Zafaronni go'zalligi shundaki, u mikrodozada ham yaxshigina samara beradi. Albatta, ehtiyot choralarini ham ko'rish kerak. Har bir shifo vositasi kabi zafaron ham me'yori bilan foydali. Yuqori dozada yurak urishini tezlashtirish yoki bachadon faolligini oshirish mumkin. Shuning uchun homiladorlar ehtiyot bo'ling. Ichmaganinglar yaxshi deymiz. Imkon qadar qonni suyultiradi, yurakni xursand qiladi. Shuning uchun qon suyultiruvchi dori ichayotganlar shifokor maslahati bilan ichgani yaxshi. Endi albatta hozir kunda yoshi o'tganlarda qoni quyuqlashib ketgan, zafaron bilan suyulib bir narsa bo'lib ketmaydi-yu. Endi baribir ham har ehtimolga qarshi shifokor bilan maslahatlashsangiz yoki davolovchi tabibangiz bilan maslahatlashsangiz yaxshi bo'ladi. Agar siz ilk marta sinayotgan bo'lsangiz, avval kichik dozadan boshlang. Masalan, 3-4 ta soling, keyin 5-6 ta, keyin 10 taga, 10 ta 15 taga olib chiqishingiz mumkin. Undan u yog'i yana qaytarib aytaman, kerak emas. Xulosa qilib aytganda, zafaron bu tabiatning oltin siri. Uni faqat hid va ta'm, balki energiya, xotirjamlik, sog'lom kayfiyat manbai. Agar haftasiga 2-3 marta zafaron choyini ichishni odat qilsangiz, miya faoliyati yaxshilanadi, stress kamayadi, uyqu me'yoriga tushadi. Bu qimmat emas, balki kerakli investitsiya. O'z sog'lig'ingizga sarflangan so'ng eng qimmatli sarmoya hisoblanadi. Shuning uchun tabiat ne'matiga qaytaylik, zafaronni hayotingizga qo'shing. Sog'lom kayfiyat, tinch uyqu va ravshan fikr tabiiy holga aylansin. Agar siz zafaronni haqiqiysini iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, bizlarni Zaytun Medtip korxonamizdan bemalol topsangiz bo'ladi. Ayni damda Afg'onistonda, Eronda va ba'zida O'zbekistonda yetishtirilgan haqiqiy yangi original zafaron bizni Zaytun Medtip klinikamizning sotuv bo'limida mavjud. Umuman aytganda, raqamlarimiz video ustida joylashgan. Yana bir bor eslatib aytib o'taman. 93-587-4403. Bu bizni aloqa operator nomerlarimiz. Joylashgan joyimiz Toshkent shahri, Olmazor tumani, Sebzordamiz. Shundoq Rivera makroni orqasida Sharshara kafesini yonida go'zal joyda joylashganmiz. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek, Ibn Sinoni Yurak dorilari nomli kitobi asosida biz Cardiaclass asalli qorishmasini ishlab chiqarganmiz va buni tarkibida zafaron, gavzabon va yurakni xursand qiluvchi boshqa shifobaxsh giyohlar ham qo'shilgan va kompleks yurakka ajoyib ta'sir qiladi. Bemalol agar sizda yurak qon tomir kasalliklari bo'lsa, yurak ishemik kasalliklari bo'lsa, arterial davleniya bo'lsa, dislipidemiya bo'lsa, yurak bilan bog'liq boshqa bir holatlar yoki stress holatlari bo'lsa, bemalol mana shu bizni korxonamiz tomonidan ishlab chiqarilgan Cardiaclass nomli asalli qorishmani iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bu yurakni ham xursand qiladi, ham trombni eritadi, ham qonni suyultiradi va eng asosiysi bir necha yillab sinovdan o'tgan Ibn Sinoni kitoblar, retseptlar asosida tuzilgan. Bemalol kelib iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Umid qilamanki, bugungi suhbat sizga juda foydali bo'ldi. Kommentariyada yozing, siz zafaronni ishlatib ko'rganmisiz? Qanday ta'sir
berdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, do'stlar bilan bo'lishing va sahifamga obuna bo'ling. Yangi ilmiy suhbatlarimni o'tkazib yubormaslik uchun albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Keyingi safar ko'rishguncha assalomu alaykum.